ish bo'lmanga nima beramiz? Senlar tuxumni akangga kuydirmasdan qovurib bergin o'sha sovg'a. Akajon, bayramingiz muborak bo'lsin. Oho, pulmi deyman ha? Oy, yashadingiz, archa bayrammi deyman ha? Chekishingizni onamga aytmayman. Nima sovg'a ekan o'g'lim? Bu sovg'a bo'lsa, sovg'ani uni aytmayman. Sovg'a yetarlimi aka? Bitta suv ham qo'shmabsan-da yoniga. Bola, sizga sovg'am bor. Mana. Pampersmi aka? A kecha 15 ta radarga tushib, pampers saqadigan ish qilib qo'yibsiz-da. Bu ham sizga. Bo'ldi onajon to'layman o'zim. Allaqachon to'lab qo'ydim bunni. To'ladingizmi? Ha. Bo'lmasa sizniki tabarrukda tepib ham qo'ying. Ana shuni qisib haydaganingda radarga tushmasdi. Onamiz keldik. Ya. Bozorlik qani? Bachangiz plastik diskretini chiqarib tashlabdi-ku. Krediti bor ekan. Ana senga bayram. Rahmidan. Ne plastikni yalang'och qilding? Ya onasini yemsin. So'kinadigan bo'psizmi? Ona bu so'kinish emas. Ha. Bu hozir kunga kelib yaxshi niyat. Hozir bolalar onasini emasda kasha yeb yotibdi-ku. Ha? Maya qarasa, menga darmon sovg'a ber. Dugonamni nomeri. Oho, telefonni o'rab uylanamanmi deyman. Hey! Buning o'zi qizlarga gapira oladimi? Bunisi faqat qizlar aqotqi naskimni yuvib berishni biladi. Kim ham tegaydi bu ho'kki sizga? Oho, keyingi bayramgacha yana so'qqa bosh ekanda.